Qizlarjonlar, bugun ofisga shikarniy seriya keldi. Oxy Hair seriyamiz. Unikalniy shampunlar. Mana busi возрастной sochlar uchun. Eshitganmisizlar shunaqa sochlarda. Bu nafaqat katta yoshli sochlar uchun degani, bu uzun sochlar uchun hamda возрастной nafaqat uzunligini mana bu shampun oqarishini kamaytiradi. Kim sochlari живой, oqarishi, kamayishi, melatonin ishlab chiqarishni xohlasa, aynan mana shu. Qanchadir vaqt ishlatgandan keyin oqlari kamayganini odam his qiladi. Mana busi esa shampunni sochlari tomirlari quruq, yog'li, pastlari quruq bo'ladiganlar uchun aynan muddao quruqligini ketkazadi, namlantiradi ham tomirini, ham uzunligini. Shunda sochlar mayin bo'ladi, ikkalasidan sochlaringiz dona-dona bo'lib qoladi. Dona-dona deganda, ya'ni sochingiz orasiga tiqqaningizda takoy rassipchintiy, bilasizmi, tagini tozaligini sezasiz-ku, o'shanaqa effekt beradi, yog'lantirib tashlamaydi. Mana buni maskasi bilan ishlatganimizda maskasi polностью sochni uzunligi bo'yicha уход qiladi, sochlar yaltiraydi, tekislanadi hamda tarash ancha oson bo'ladi. Urib olgan sochlarga ham zo'r to'g'ri keladi. Mana bu kapsulasi esa sochlarning to'kilishini to'xtatadi va sochlar qalinlashib va yangilar o'sishni boshlaydi. Plus bu tomirlarni quritib tashlamaydi yoki yog'lantirib tashlamaydi. Hidi ham shikarniy bo'ladi buni. Xohlaganingizday kombinatsiya qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana bu yog'lilar uchun, qurib qolgan yog'li aralash soch uchun oling, xohlasangiz sochingiz rangi qaytish uchun bunisini oling. Ikkalasida ham ухаживающий effekt 100